Qandli diabet deganda ko'pchilik qonda qand miqdori shunchaki yuqori bo'lib turishini tushunishadi. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Chunki qandli diabet bu juda ham og'ir asoratlarga sabab bo'luvchi va hozirgi paytda 21-asrda eng og'ir kasalliklardan biri bo'lib turibdi. Aynan shuning uchun ham qandli diabetni erta belgilarini hozirgi paytda deyarli hamma bilishi shart. Erta belgilari haqida bugun to'liq gaplashib o'tamiz. Qandli diabetni erta belgilari haqida ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin. Bu og'iz qurishi, ko'p suyuqlik iste'mol qilish, ko'p chanqash va ko'p tualetga qatnash va ko'p peshob chiqarish va yaralarni sekin bitishi. Bu belgilar haqida ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin, lekin hozirgi belgilar haqida ko'pchilik bilmaydi. Va aynan shu belgilarga e'tibor qaratmaslik bu qandli diabet kasalligini to'liq rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Eng asosiy belgi bu ko'p peshobga chiqish. Ya'ni siz har kuni odatiy peshobga chiqish vaqtingizdan ko'proq peshobga chiqishni boshlaysiz. Ya'ni bu sizni ko'proq chanqashga va ko'p suv iste'mol qilishga sabab bo'lishi mumkin. Bu oddiy chanqash emas, bu patologik chanqash hisoblanadi va oddiy suv ichishdan farqi bo'ladi. Qancha ko'p suv ichadigan bo'lsa, shuncha ko'p suv ichgisi kelaveradi va ko'p peshobga qatnash xuddi shunday rivojlanishi mumkin bo'ladi. Agar bemor qancha ko'p suv iste'mol qilishni boshlaydigan bo'lsa, shuncha ko'p ishtahasi ochilishni boshlaydi va ko'proq ovqat iste'mol qilishga harakat qiladi va xohlagan vaqtda ochqab qolish imkoni bo'ladi. Bu esa insulin rezistentnost jarayoni yana ham rivojlanishiga sabab bo'luvchi belgi hisoblanadi.